Yakkasaroy tumanidan srochniy chiroyli uyimizni sotuvga chiqib qoldi. Hozir men sizlarni tezlik bilan tanishtirib chiqaman. Yo'laklarimizni qanday juda ham keng qilingan. Uyimizda ozgina muddat yashargan, lekin ideal holatda turibdi. Bu yo'lagimizning asosiy kirish eshigimizni mana bunaqa led chiroyli stroyniy shkaflarimizni qilib qo'yishibdi. Bu yerda chap qo'lda bizning oshxona qismimizni, oshxonamizning hamma sharoitlari mavjud, stol stullargacha qo'yib qo'yishgan. Bu yo'laga bitta poloslarimizni zo'rini sog'asak ideal uy bo'ladi. Bu yoqda bo'lsa bizning yosh bolalar yotoqxonamizda bitta mana shu yosh bolalar kravat ketib qoladi. Qolgan hamma ko'rib turgan mebel texnikalari qoladi. Bu yoqda bo'lsa bizning mehmonxonamizda stol stullarimiz bor, konditsioner, tashqariga qaragan oynalari, televizor, Samsung chiroyli qilib tayyor qilib qo'yishgan. Uyimizda yashash uchun ideal holatda turibdi. 4 xonali 100 kvadratli uyimiz 3-qavatda, ideal zolotoy 3-qavatda bo'ladi aziz o'rtoqlar. Bu yoqda master yotoqxonamiz, kursilar bo'ladi, kravatlari, tashqariga qaragan oynalari, bu yoqda o'zini yana sanuzul qismi ham bor. Cho'milish uchun hamma sharoitlari qilib qo'yilgan aziz o'rtoqlar. Bu yoqda yana bitta yosh bolalar yotoqxonamiz bor, kursilar bo'ladi, juda ham chiroyli qilib qo'yilgan. Yumshoq mebellari, dars qilish uchun stol stullari, shkaflari, hamma narsalari bor aziz o'rtoqlar. Uyimizdan narxi keladigan bo'lsa, 190 ming AQSh dollarida kelib ko'rsanglar, yana chiroyli narxlarda baraka qilib berib olamiz. Sizlar bilan Nodiriylar bo'ldi. Hammaga rahmat.